Avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Sizlarni ko'rib turganimdan benihoya xursandman. Shunchalik muxlislarimiz borligidan benihoya baxtiyormiz. Borlaringizga shukr. Dunyo tinch bo'lsin. Yurt degan bu juda ham muqaddas. Yurtimiz tinch bo'lsin. Dunyomiz avvalo dunyo tinch bo'lsin. Bolalarimiz baxtli bo'lsin. Har bitta ota-ona farzandini baxtini, kamolini ko'rsin. Yana bir bor aytaman, vaqtlaringizni ayamay kelganlaringiz uchun mingdan ming rahmat sizlarga. Bugun rost juda ham hayajondaman. Lekin mana shu yerdan xursand bo'lib, shu olgan biletlaringizga, chunki pul topish oson emas. Xursand bo'lib, nimadir olib, kayfiyatlaringiz ko'tarib, qaysidir bir savollaringizga javob topib, qalbingiz taskin topib ketsa, bu men uchun eng oliy baxt. Azizlarimiz, bugun faqat va faqat sizlar uchun kuylaymiz. Dam olinglar, bugungi hamma qo'shiqlarim, borki dardlarim, xursandchiliklarimni sizlar bilan bo'lishamiz. Hamma ayol baxtli bo'lsin, hamma ayollarga baxt, baxtli